Samarqand 186 kvadrat metrlik yangi bozorda joylashgan masjid to'g'risida hurmatli obunachilar, skvoznoy planirovka xonalari bez gluxoy kvartiramiz sotuvga chiqdi. Biz obzorni boshladik. Biz pachka remont, hurmatli obunachilar, полный remontaj bo'lgan. Birinchi sanuzalimiz bo'lyapti, dushovoy kabinasi mavjud. So'nggi joyimiz kattalar spalnisi, yotoqxonasi, 9 spalni kravatlar va plus mana bu yerga termozona qilingan joy mavjud. So'nggi joyimiz polu podvalga tushish yo'limiz bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Mana shu katta bitta zal, yana bitta spalni bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Derazasi mavjud, bez gluxoy va yana bitta spalnimiz. Birinchi etajimizning o'zida 4 ta xonasi mavjud. Obunachilar, polu podvalimiz. Polni yevro remont bo'lgan, televizorni joy bor. Yana pastda o'zini отдельный eshigi mavjud. Mana shu yana bitta sanuzalimiz bo'lyapti. Sanuzallar soni 2 ta. Va mana bu joyimiz oshxona qismimiz. Remontlar yap-yangi. Hurmatli obunachilar, uyimiz informatsiyasini qaytarib o'taman. Birinchi etajimiz 93 kvadrat metr, polu podvalimiz ham 93 kvadrat metr. Общий 186 kvadrat metr. Narxini 150 deyaptilar, yana savdosi mavjud. Qiziqqanlar pastga nomerlarni qoldiraman.